selusni qopga, yerga yoki nimadirga bosib, selusini chiritib yuborgan akalarimiz. Endi seluslar qopga bosasizmi, yerga bosasizmi, umuman chirimaydi. Selus bosishda Hoji tog'amiz chiroyli yangilik qilib qo'yibdilar. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalva qishlog'iga kelganman. Bu yerda mana shunday ona-bola qo'ylar boq akalar, qo'ylarga selusni shunaqangi bosib qo'yibdilarki, seluslari umuman chirimabdi. Bu yo'nalishda hali hech kim bunday selus bosmagan bo'lsa kerak. Endi videoni oxirigacha ko'rib, videoni eng ko'radigan bo'lsangiz, bir qop bosasizmi, 10 qop bosasizmi, 100 tonna bosasizmi, selusingiz umuman chirimaydi. Agarlar videoga like bosib, bu videoni esa asha selus bosib, selusini chiritib yuborgan do'stlarga jo'natib qo'ying. Hozir men sizlarga qisqa va lo'nda chiroyli video qilib beraman. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Hop, bu yerda tog'amiz o'sha ona-bola qo'ylar bor ekanlar. Tog'a hammasi ona-bola bular, ha? Ha, ona-bola. Ona-bola qo'ylar hozir pash tug'ib bo'ldi. Yo'q, tug'ayotgan ham. Kecha oxirgisi ana bir kun bo'ldi. Ashuni ko'rsataylik, bir kun bo'pti. O'tkazapar kelgan tuqqani qaysi edi? Mana. Mana va mana o'tkazapar kelgan tuqqani mana shu edi. Xo'p, hozir buni bir kun bo'ldi, mana. Ashi bir kunlik. Shu bilan qolmadi bu hozir. Bo'g'ozi qolmadi hozir. Yo'q. Lekin qo'yxonani ham chiroyli qilib, haligi Yevropa stilda qilib qurib qo'ygan ekanlar, tog'amiz. Yo'q. Hozir uni bolasi mash. Qaysi? Bunimi? Bolasi ham zo'r bo'lgan ekan, tog'a. Yo'q. Mana kichkina qo'ydi bolasi. Kichkina qo'yi bor. Qo'chqormi? So'liq. So'liq. Qo'ylaringiz o'zi hammasi o'sha Qirg'izistonning qo'ylaridan chiqqan. Qirg'izniki. Qirg'izniki, gap yo'q. Zo'r. Xo'p, bu yerda tog'amiz hozir biz asosan videoyimiz tog'a selusni shunaqangi bosibsiz rostlam selusga chirimayapti. Yo, selus chirigan, o'tgan yil ham sinovdan o'tgan. Shunday bosgansiz-a? Ha, shunday qilib mash qo'ylarga berilyapti hozir. Mash qo'ylarga mana selus berilyapti degan. Joylarni ham xudo xolisa, agar qo'yxonani proyekti sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariya yozsalar, tog'amizdan iltimos qilib qolamiz. Keyingi videolarda qo'yxonani bitta obzor qilib berishingiz mumkin bo'ladi. 2 etajli bo'lgan ekan manalari, hammasida ventilyatorlar qo'yilgan. Bu tog'a? Mana ha. Rasyonni yaxshi bo'lsa, mana shu bolasi 40 kunlik. 40 kunlik. 40 kunga bordi, hozir yana qochib qoldi. Endi bu yil sinovda, qani qo'y yaraydimi, yaramaydimi? Ha. Bir yilda ikkita bola bergandi. Rasyonni kuchli qilib beryapman, shu Ideal Agrar. Rasyon bo'yicha shu drujasigacha beryapman, qonni ko'paytiradi, B vitaminlari bor. 5 xil vitamin qo'shaman, shu Ideal Agrarda rasyon bo'yicha. Endi hozir bir ikkitasi shu bir oy 40 kunlik bo'lganda bolasi. Enalari qochyapti. Endi ko'ramiz, bu yil sinovda shu. Qani bir yilda haqiqatan rasyon kuchli bo'lsa, ikkita bola beradimi, yo'qmi? Yo'q, uni bilamiz. Qo'zini qandaqa beradi, bu yil bilamiz, shu sinovda. Uni bir video qilamiz. Agar rostdan ham ikkita bola berib, zo'r bola beradigan bo'lsa, xalqqa bir chiroyli video qilamiz. Bo'lmasa biz tog'a uni ko'rsatamiz. Selusni qanday bosganlar. Bu tomonda qo'chqorlar, ha? Mana qo'chqorlar. O'tkazapar kelganimda qo'chqorlar bu yerda ham ko'p sotib yuboribdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar, sizlarga selus qanday bosilgan. Mana. Akalar, qopga bosib turib, tog'a. Qopga bosgansizda, o'tirib olavergan shayga. Qopga bosganlarda chuqur ichiga bosgansizda, tog'a. Bunga sabab nima bo'ldi? Endi muzdak turar ekan, keyin sichqon hasharot aylanmas ekan beyda. Qo'ylarni o'zi ustida yuradi beyda. Tepkilab yuraveradi. Endi bizda hozir bitta xato mana shu sariqlar 2 qator ortiqcha bosgan ekanmiz. Sariqlar. Ha, sariqlar. O'sha yer bilan teng qilish kerak. Mana yer bilan teng qilib. Chuqurda sal chuqurroq qilib, yer bilan teng bo'lsa, o'sha yer bilan teng joylar zo'r chiqyapti. Endi tepa joylari ham mana yaxshi-ku. Yaxshi. Bitta ochib ko'rsataylik-chi, qanaqa turibdi deydiganlarga. Bu ham yaxshi turgani, u pastdagilar juda zo'r turgan. Muzda turadi. Ha, yo'q, qizish yo'q bunda. Hozir bu ham qizish yo'q-a? Yo'q, u tepasida ham qizish yo'q. Tepasida ham qizish yo'q. Yer bilan teng bo'lsa, yaxshi turadi. Yaxshi. O'sha ma'qul ekan. Necha mehnatdan qochmay, pastroq qilaverish kerak. Necha mehnati sal bo'ladi-ku, lekin achimaydi, tog'a. Ha, ustiga tuproq tashlab qo'yiladi. Hozir bitta ko'rsatamiz, o'tkazib videoda ko'rsatmading deyishibdi. Mana selusni bitta ko'ringlar. Achimagan. Qanday bo'lsa, bitta ko'rsating. O'shanday turibdi mana. Selus mana shu tevasidagi ham yaxshi turgan asli. Muzdaga. Ha, mana muzda turibdi. Eng qizig'i chirimagan. Chirimagan. Hidi ham yaxshi. Qani, bitta xildek. O'sha nonni hidi-da. Ha, hidi zo'r. Nonning hidi zo'r. Qo'ylarda o'zgarish bo'lgan, agar achimni yesa qo'ylar o'zgarish bo'ladi. Sraz bilinadi-da. Ha, agar achigan bo'lsa,
qo'ylar bola tashlashi ham mumkin. Tashlashi mumkin. Ko'pchilik sulusdan bola tashlaydi, sulus Aha. so'g'liqlarga bo'lmaydi deydi-yu, o'sha achigan sulus berib qo'yganini hisobiga tashlaydi. Bizda ham bo'ldi, kecha kuni men yo'qligimda sulusni achiganini berib qo'ygan ekan, bitta qo'y bola tashladi o'sha. Aha. Shundan deb bildim men. Ha. O'sha achimaganini berish kerak. Ayniqsa mana bo'g'oz qo'ylarga. Bo'g'oz qo'ylar. Hozir sizda menimcha achigani ko'rinmayapti bu yerda. Yo'q, bu yerda achigan chiqqan yo'q. Shu tashqariga olib qo'ysa, salxida kelib qolishi mumkin-a? orada qo'ylar kirib ketib, bir ikkita qopni yirtib qo'ygan ekan. O'shani achib qolgan. O'sha achigan bo'lgan, o'shani berib yuborgan bo'lgan. Hozir bu yerda qo'ylar bunday tushib olganda birontasi, ha? Ha, hozir bekitib qo'yiladi bu yerda-yu. Temir bilan bekitib qo'yishar. Ha, ichida yurganligini hisobiga bir ikkitasi tushgan chuqurni ichiga, bir ikkita qopni yirtib qo'ygan bo'lgan, o'sha yirtiq qop achigan bo'lgan, o'shani bergan. Berib sizga. Bergan, o'shani hisobiga bitta qo'y bola tashlagan. Tashlab qo'ygan. Xo'p, tog'a, buni afzalliklarini aytib bering bizga. Hozir achimas ekan. Buni qanaqa afzalliklar bor, tog'a? Bu endi o'sha kuzda bosilgan asli, o'sha kuzgi sezonda. Salkam 1 yil bo'lyapti. Ha, 1 yil bo'ladi. Men hozir o'sha so'g'liqlarga bashi 20 ta so'g'liq bor hozir. Enasini o'zi 20 ta. Hop. Ertalab bir qop, kechqurun bir qop berilyapti. Yarim kilo yem yeydi. Bir tog'ora somon yeydi. O'sha ideal ko'rim ratsioni bo'yicha boqiladi. Ha, yarim kilodan yem yeydi. O'sha ratsion bo'yicha nima qilinadi? Boqiladi. Qo'ylarni ham eti yaxshi. Eti zo'r turibdi. Bir oy 40 kunlik qo'ylar qochyapti. Endi bu yil natijasini ko'ramiz shularda. Hozir qarangda, bu 2-yil bosishingiz ekan. Bu 2-yil. O'tgan yil o'sha yer bilan teng qilgan edim. U juda ham zo'r turgan. Endi hozir ham yaxshi, bitta ikkita sal hidi kelgani chiqib qolyapti. Tepasidagilar. Tepasidagi. Shuning uchun yer bilan teng qilgan ma'qul ekan. Sal katta etar ekansiz endi. Ha, katta etirib, yer bilan teng qilgan ma'qul ekan. Usti ham o bosilgan. Xo'p, tog'a, yana buni afzal tomoni ko'rdim. Hozir qarangda, selusi agar bu yerga bosilgan bo'lganda, olganingizda selus mana ochilib ketib qoladi-da. Ha, chiriydi. Buncha chuqurda chiriydi. Hali chuqur o'ziga bossangizda, hozir buni qopni bitta olasiz, uni qopni olsang, nari qop turaveradi-da. Turaveradi. Bir-biriga o'tmaydi, o'tmaydi, havo o'tmaydi. Yo'q. Lekin akalar, maslahat qilaman. Chunki jichcha mehnati bor-ku, lekin o'z ko'zim bilan ham ko'rib turibman, o'tgan safar ham ko'rganman. Agar o'sha qopmoq teshilib qolmasa ichkarida 1 gram ham chirimas ekanda. Keyin sulusni olishga ham e'tibor qilish kerak. Sulusni o'shalik ko'k bo'ladi-yu, nima yaxshi pishmagan, tanasi yaxshi pishmagan bo'lsa, menimcha aytmaydi bunga. Chunki undan suv chiqadi. Chiqqan suv ayniydi. Men iloji boricha o'sha o'zi mol boqib yurgan bolalar o'sha oxirga yetkazib, so'talari yaxshi pishgandan keyin o'rgan bolalardan olganman. Haligi namlik kam bo'lgan. Quruq massa ko'p massa deyilyapti. Quruq massa ko'p bo'lgan. O'shaning hisobiga bu qoplarda mana nima nam yo'q. Namlik chiqmagan, suv chiqmagan. Endi bu holatda bosaman deb nima qilib qo'ysan, yaxshi pishmagan makkani bosib qo'yilsa, u suv chiqib aynishi mumkin. Doni ham tog'a 90% ezilgan ekanda, qarang mana. Doni ezilgan. Zo'r olgan ekansiz, qarang. Tonna ezilgan doni mana. Doni ham ko'p bo'lgan ekanda o'zi. Selus olish ham, sulusni ham olish asosan olishda ekanda. Bosganda ham nimasi bor, olishda o'sha zo'rini olish kerak. Ha, yaxshi haligi hozir xom makkani olib qo'ymaslik kerak. Hozir ko'pchilik donini butunini olyapti-da, bunday qopib ko'rsatadi-da, "O, donini qarang zo'rligini" deydi. Butun baribir qo'ydan o'tmashi mumkin-da, lekin moldan o'tib ketadi. Ha, bu ezilgan. Haqiqiy kraxmal energiyaga boy-da bu. Gap yo'q, zo'r. Mana tevasiga shunday qilib turpoq bosganlar, yerga qarab bossalar, prosta qopga qilib bosib qo'yganlar. Ustida qo'ylar yuraveradi o'zi. Ustida qo'ylar yurar ekanmiz, tepkilar yurar ekan. Tramopga qilib, sekin-sekin ochib olyapti ekanlar. Sizlarga maslahat beraman. Masalan, chuqurga selusini bosib chiritib yuborgan akalarimiz ozgina qop olib turib, shuna bosib qo'ysalaring, bu menimcha tog'a bir 4-5 yil ham turaversa kerak. Endi bilmadim, endi hozircha 1 yil yilga boryapti. Hozir 1 yilga boradi-da tugaguncha. Ha, 1 yilga boradi. Endi qiltayotgan yo'q uni. O'tgani o'sha may iyunga o'tib tugagandi. Sulusim hozirda bu yil mana yiliga boradi, xudo xolasa, yangi o'rimgacha yetib boradi. Yaxshi. Eng qizig'i qopni ip bilan baylash kerak ekan-a? Ha, ip bilan. Shuni ham bir iloji boricha pilososda havosini chiqarib yuborib, boq kiyim bosilsa yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Pilososda tortib turib bosilsa zo'r. Akalar, xudo xolisa, qo'limizdan kelgancha selus to'g'risidagi ozgina bo'lsa ham sizlar uchun qiziqarli bo'lgan bo'lsa,
ma'lumotlarni berdik. Xudo xolisa, albatta videoga like bosib, bu videoni asosiy qo'y boqadigan do'stlarga, mol boqadigan do'stlarga albatta jo'natib qo'ying. Mana qo'ylar ham xudo xolisa zo'r bo'lyapti. Tog'a sizga ham kattakon rahmat. Xalqqa ozgina bo'lsa ham kimdirlar uchun ham zo'r haligina videoda foydali bo'ldi. Chunki 4-5 tonna oladigan inson yerga ko'mib chiritib yuborganlar ko'p bo'ldi-da shu yiliga. Chunki bir joyga bo'lsam 40 ta qopni sirisi chiritib yuborgan. Olib chiqib tashlayman deyapti-da. Endi 40 ta qop ham qancha bo'ladi? Qopi 20 mingdan bo'lsa ham 800 ming bo'ladi-da. O'shaning uchun mana sizlarga bir yangilik bo'ldi. Bu videoni shu qo'y boqadigan, mol boqadigan do'stlarga jo'natib, siz hech bo'lmasa ko'rib turgan bo'lsangiz bir 10 qopni sinab ko'rishsiz. Bir oyilga agar ishonmaydigan odamlar ko'p-da, to'g'ri? Bir 10 qop, 15 qop sinab ko'rsin, ha? Bir joyni ko'lab turib, bular aldayapti, yolg'on gapiradi deydigan bo'lsa. Ya mana ko'rinib turibdi. Qo'ymasdan 50 qop, 100 qop bosib qo'yishaversin. Shu holatda bo'lsa, turaveradi. Tevasida turpog'i ko'p bo'lsa, xudo xolisa yaxshi turadi. Turaveradi. Endi haligi ishonmaydigan odamlar ham ko'p-da. Shunaqa odamlar bir 15 qop, 20 qop bosib, bir yildan keyin ochib ko'rsin. Faqat makkani xomini olib qo'ymaslik. Xomini olib qo'yishmasa. Xomini olib qo'ysa, o'sha suvlanib achishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tog'a sizga ham kattakon rahmat. Chorvangizga Alloh baraka bersin.